Assalomu alaykum, ben Bozor Rus kanali kuzatuvchilari. Bugun 10.900 dollarga juda ham zo'r holatdagi BMW E34 mashinasi sotuvda. Mashinamizning yili 89. 89-yil bo'lishiga qaramasdan, shiroki morda qilib qo'yilgan, tayyor qilib, old orqa bamperlarini MK qilib, antennalariga necha. Hop, 37-stil skelet turibdi, 18. Mashinamizning lyuklari mavjud. Mashinamiz to'liq restyling holatga tayyor qilib yig'ib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa bamperlari ham M. O'zini zavod xilla stoplarida, blendaladi. Juda ham yorqin rangda. Havo sal bulutligiga rangi unaqa zo'r ko'rinmayapti. Salonlari ham juda ham приятный bo'lgan salon. Ko'rishingiz mumkin. Bejli. To'rttala oynamiz ham. Podъемник. MCH rullari. Konditsioner, klimat kontroli. Bu mashinaga bir paytlar juda ham katta pul tiqilgan. Bu holatga olib kelish uchun. Hop. Mashinamizning motori M50 3 litr stroker. Задний ведущий 0 dan 100 6 sekund razgon. Shunaqa yaxshi holatdagi 34 mashinasini men Bozor Rus kanalida bemalol kelib tekshirib xarid qilishingiz mumkin. Rahmat, hammaga sog' salomat bo'linglar.